Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men kimyo fanida kimyoviy reaksiya tezligi va muvozanat mavzusi haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Demak, reja 1. Kimyoviy reaksiya tezligi nima? 2. Reaksiya tezligi Billerin faktorlari. 3. Reaksiya tezligining o'lchovlari. 4. Reaksiya mexanizmlari va tezlik. Xo'p, kimyoviy reaksiya tezligi nima? Kimyoviy reaksiya tezligi uning boshlanishi va davomida bo'ladigan o'zgarishlar bilan bildiradi. Bu jarayonning murakkabligi shunga bog'liq. Muvozanat holati reaksiya qatnashchilari konsentratsiyalari teng bo'lsa, tizim barqaror holatda bo'ladi. Bu barqarorlik reaksiya tezligiga ta'sir qiladi. Kimyoviy reaksiya tezligi va muvozanat tushunchalari muhim bo'lib, kimyoviy reaksiyalarni tushunish va boshqarishda asosiy rol o'ynaydi. Reaksiya tezligi Billerin faktorlari. Kimyoviy reaksiya tezligi reaksiya qatnashchilari va sharoitlarga bog'liq bo'lib, faollik energiyasi va harorat bilan o'zgaradi. Tezlik odatda harorat bilan ko'payadi. Reaksiya muvozanati ikki yo'nalishda ketadigan jarayonlarning barqarorligini ifodalaydi. Har ikkala yo'nalishda ham reaksiya tezligi teng bo'lib turadi. Konsentratsiya muhim rol o'ynaydi. Reaksiya tezligi va muvozanatni ta'sir qiladigan faktorlarga katalizatorlar, bosim va erituvchilar kiradi. Bu elementlar reaksiya jarayonini boshqarish uchun muhim. Reaksiya tezligining o'lchovlari. Kimyoviy reaksiya tezligi reaksiya jarayonining qancha tezlikda amalga oshishini ko'rsatadi. Bu parametrlar reaksiyaning samaradorligini baholashda muhimdir. Muvozanat holati reaksiya ikki yo'nalishda ham bir xil tezlikda kechayotganida yuzaga keladi. Bu holatda konsentratsiya doimiy bo'lib qoladi. Reaksiya tezligini o'lchovchi tezlik qonuni va tezlik konstantasi yordamida amalga oshiriladi. Bu usullar reaksiya mexanizmi tushunchasida yordam beradi. Reaksiya mexanizmlari va tezlik. Kimyoviy reaksiya tezligi reaksiya jarayonining o'zgarishiga va ishtirokchi moddalar miqdoriga bog'liq. Bu tezlikni tushunish muhim ahamiyatga ega. Muvozanat holatida reaksiya va uning qarama-qarshi jarayonlari teng tezlikda kechadi. Bu holatda tizim dinamik ravishda barqaror holatda turadi. Reaksiya mexanizmlari reaksiya qanday yuzaga kelishini tushunishga yordam beradi. Tezlik va muvozanatni tushunish uchun mexanizmlarni o'rganish muhimdir. Muvozanat sharti va prinsipi. Kimyoviy reaksiya tezligi reaksiyaning boshlanishi va hozirgi vaqtda o'zgarishlarni o'rganadi. Harakatlar muvozanatga ta'sir qiladi. Tezlik shartlari muhimdir. Muvozanat shartli kimyoviy tenglik bilan aniqlanadi. Bu reaksiya va uni ortishi yoki kamaytirishiga qaror qilish uchun asos bo'ladi. Prinsip turg'unligi ta'minlaydi. Kimyoviy reaksiya muvozanati kimyoviy qonunlarga asoslangan reaksiya tezligi va konstantasi bilan bog'liq. Bu muvozanatni tahlil qilishda foydalaniladi. Reaksiya muvozanati sabablari. Reaksiya muvozanati reaksiyalar faolligiga va shartlariga bog'liq bo'lib, reaksiya yo'nalishi va tenglik holatini belgilaydi. Bu muvozanat dinamik jarayondir. Muvozanat sabablari harakat uchun talab etilgan energiya va reaksiya shartlari bilan bog'liq. Bu sabablarga reaksiyaning tabiati va qatnashchi moddalarning miqdori kiradi. Kimyoviy reaksiya tezligi reaksiya mexanizmi va shartlariga bog'liq bo'lib, har doim muvozanatga yetish intiladi. Bu jarayonni tezlikning muhim ahamiyat kasb etadi. Muvozanat sabablari harakat uchun talab etilgan energiya va reaksiya shartlari bilan bog'liq. Bu sabablarga reaksiyaning tabiati va qatnashchi moddalarning miqdori kiradi. Le Chatelier prinsipi muvozanat. Kimyoviy reaksiya tezligi muvozanat sharoitida muhim bo'lib, reaksiya tezligi va konsentratsiyalar o'zaro bog'liqdir. Le Chatelier prinsipiga asoslanadi. Le Chatelier prinsipi muvozanat sharoitida ta'sir eta oladigan omillarni belgilaydi. Masalan, konsentratsiya, harorat va bosim reaksiya tezligini qanday o'zgartirishini tushuntiradi. Muvozanatda reaksiya ham davom etadi, ammo umumiy konsentratsiyalar va reaksiya tezligi barqaror holatda bo'ladi. Bu prinsip kimyoviy muvozanatni tushunishga yordam beradi. Reaksiya muvozanatini amalda qanday o'zgartirish?
Muvozanatni o'zgartirish uchun bosim, harorat, konsentratsiyalarni nazorat qilish zarur. Bu parametrlarning har biri reaksiya dinamikasiga ta'sir ko'rsatadi. Amalda muvozanatni shoshiltirmoq yoki sekinroq qiladigan shartlari ishlab chiqish ekvivalent muvozanatni ta'minlaydi. Bu esa jarayon samaradorligini oshiradi. Kimyoviy reaksiya tezligi va muvozanatning muhimi reaksiya xarakteristikasi va xarakteristikasini tushuntirishni ta'minlaydi. Bu esa ishlab chiqarish optimallashtirishda muhimdir. E'tiboringiz uchun rahmat.